Ijtimoiy tarmoqlarda Zominda do'ldan keyin katta sel keldi. Avtomobil yo'lini qarang izohli ushbu video lavhalar tarqaldi. Eslatib o'tamiz, O'zgidromet 10-iyundan O'zbekistonning ko'plab hududlarida sel kelish haqida ogohlantirgandi. Aman ham katta seli Nayman tarafdan kelyapti. Beshbuloqdan ham kelyapti. Chatoq bo'ldi, kranlarni og'izib ketdi. Kecha solib keluvdik. Mol qolib qo'ylar tinchmasa bo'ldi. Tashlik o'zini tarbiya qildi.